Agar qalbingizda nafrat bo'lsa yoki alam bilan yashayotgan bo'lsangiz, baxt tuyg'usi, quvonch hissi sizga yaqinlashmaydi ham. Toki bu hisdan siz qutulmas ekansiz, o'zingiz qiynalib, alamzada holatda yashab, umringiz o'tib ketganini sezmay qolishingizdan Alloh asrasin. Inson o'zi uchun baxt eshigini qanday ochadi bilasizmi? Albatta, kechirish orqali. Agar yo'q, men kechira olmayman deyotgan bo'lsangiz, bir savolga javob bering. Aytingchi, kim hozir jazolanyapti? Sizni xafa qilgan inson esida ham yo'q qilgan ishi haqida. Yayrab, yashnab yashab yuribdi-da. Aslida alam bilan yashab, siz kimni jazolayapsiz? Albatta, faqatgina o'zingizni. Bilaman, hayotda kechirib bo'lmaydigan gunohi kabiralar bor. Vatanga xiyonat, qasddan qotillik, yosh bolalarni zo'rlash, ayolning nomusiga tegish. Bundaylar jazosini olishi shak shubhasiz albatta. Umuman shubha qilishni hojati yo'q, lekin hozir gap bu haqda emasligini tushunib turibsiz, to'g'rimi? Baxtli bo'ling demoqchiman. Baxt baxtsizlikni kechira olgan qalblarga keladi. Ko'pincha adolat izlab, alamda biz nima deymiz? Menga gapirgan gapi uchun hozir javob bersin endi. Alamimni olaman, qasosimni olaman deymiz. Farishta gapiryaptimi? Sizda bizda yo'qmi xatolar, gunohlar, kechirilishi kerak bo'lgan? Unutmaylik, kechirgan kechiriladi. Tasavvur qiling. Agar har kuni bittadan insonni siz kechirishga odatlansak, siz bilan biz qushday parvoz qilamiz-ku. O'zingizga savol bering. Qachon oxirgi marta biron bir insonni kechirdim deb? Eslolmayapsizmi? Yaratganning marhamati keng. U kechiruvchi, bu og'riqlar evaziga tajriba berdi bizga. Shu narsani yaxshiroq bir fikrlab ko'raylik. Xayrini istasangiz albatta topasiz. Boshimizdan o'tgan har bir xatolik biz uchun dars-ku. Unutmaylik, kechirish o'sha yomonlar uchun emas, o'zingizga baxt eshigini ochish uchun kerak.